eng katta xato bola aqlini tanimagan demak hech narsani tushunmaydi deyish. Ya'ni tam 3 yoshda deylik. O'zi qanday bo'ladi? Yashaymiz. O'zimiz anglab qolamiz qanday yoshga kelibdi. 4 yosh, 3 yoshda. Ungacha bo'lgan jarayon esingizda ham bo'lmaydi-da. Endi masala nimada? Ko'pchilik o'ylaydiki, 1 yoshli bola nimani tushunardi? 1 yoshli bola hech narsani tushunmaydi. Hech qanaqa ong shakllanmaydi, lekin miyani strukturasi, xususan tam semantika, tilga javob berish strukturalari o'sha payt shakllanish jarayonida bo'ladi. Agar bola ertalabdan kechgacha faqatgina patologga qarab yotsa, u bola ayrim joylari shakllanmay qolib ketadi. Misol uchun statistika keltiraman. 90-95% holatda shaxmat o'yinchilari zivok deydi bu narsani. Ya'ni zivok degani ko'rmay qolasiz. Qaysidir joyda adashib qolasiz. Adashuv reytlari qanaqa professional shaxmatchilarda bo'ladi? 12 yoshdan shug'ullanishni boshlaganida. 6 yoshgacha boshlaganlar umuman zivat qilishmaydi. Qiyin joyda adashish mumkin, lekin nima deydi, bunaqa ko'rmay qolib xato qilmaydi. Bular qiladi va bular 12 dan keyin boshlaganlar bu narsani hech qachon to'g'rilasha olmaydi. Ming trenirovka qilganingiz bilan miya shakllanish jarayonida ayrim strukturlar shakllanib qolib ketganda payt bola bilan tug'ilish bilan shug'ullanish kerak.